iftorlikdan sahargacha o'z vazningizga mos miqdorda toza suv iching. Odatda iftorlikka va saharlikka bir piyoladan toza suv ichamiz u boshqa vaqtda biz choy, yaxna ichimliklar ko'rinishida qabul qilamiz. Bu noto'g'ri. Chunki suv bizdagi chiqindi mahsulotlarni chiqarib tashlash uchun kerak bo'ladigan yagona vosita. Siz esa shuni ham qanaqadir qo'shimchalari bor holatda qabul qilyapsiz. Og'iz ocharga bir piyola toza suv ichamiz, og'iz yopayotganda bir piyola toza suv ichamizda, boshqa payt choy, boshqa ichimliklar, qanaqadir gazirovkalar shuni ichamiz. Bo'lmaydi-da u. Qancha ichish kerak? Qancha? O'z vazningizni 30 ml ga ko'paytirasiz. Misol uchun 80 kilomi. 80 bo'lsangiz 30 ga ko'paytirasiz 2400 ml. Rahmat sizga. Mana shu 4 ta qoidani shifokorlar buzmaslikni tavsiya etishadi. Agar ro'za tutayotgan bo'lsangiz.